sog'indingiz? Oyingizni sog'indingizmi? Yig'lamang, bo'ldi, ko'rishasiz. Salom, yaxshimisiz Ibrohim? Ha, men yaxshiman, o'zingizchi? Men ham yaxshiman. Ibrohim, necha yoshdasiz? Mening yoshim 7da. Men Rustamjonov Ibrohimjon Hoshimjon o'g'li 2017-yilda Namanganda tug'ilganman. Mir Alisher bobomiz besh dostonni yaratgan. O'zbek xalqin dunyoga ko'z qilib taratgan. Bugun nechinchi darsingiz? Ustoz, meni bugun 15-darsim, oxirgi darsim. Ibrohim, Ha, ustoz. uyda, ko'chada, o'rtoqlaringizning yonida qanday gapiryapsiz? Ustoz, men zo'r gapiryapman. Bugun ma'lum qilmayapsizmi? Bemalol gapiryapsizmi odamlar bilan? Ha, ustoz. Har doim men endi zo'r gapiraman. Yarım ko'nglim qanib to'lsaydi